Assalomu alaykum kanalimiz ishqibozlari, vatandoshlar. Bugun jinday obzor qilamiz. Hammom qurilish boshladik. Musofirlar hammom yoki qurilish qilaman deganlar, patologni, polni istashgan nima qurilish sohasida ishlar bo'lsa aytaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Haligi o'zi kanalimiz oldin kabutarlar qo'yib yurardik, haligi ko'rgan aytishi mumkin. Sirazi bunga o'tib ketdi deb kanal universal kanal. Mol bozordan ham shu qurilish sohasida xullas O'zbekistonda pul topish kerak, bilasizlar. Tirikchilikda ayb yo'q. Men sizlarga tushuntirib ketaman, bu nima ketyapti. Jarayon qanday ketayotganini, g'ishi necha pul, blogi necha pul. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana hammomimiz to'rga to'r. To'rga to'r bo'lyapti mana. Bo'yi 2 bo'ldi. Atrofini shularga bloyda o'rab oldik. Shularga blok 3 takan 500 ta ketdi. 497 ketdi mana shu turishiga. Chunki nima ko'p ketdi desanglar, bu 37 ga 16 ekan. O'shalarga blok. Haligiga 20 ga 40 ligi jinday ozroq ketishi mumkin. Xullas bu yuvinadan xona bo'lyapti. 2 ga 2. Atrofi mana pishganishda o'ralyapti. Ruskiy banya bo'lyapti. Bu tomon parilka xonasi. Bitta pechkasi bo'lar ekan. Bu ham 2 ga 2. Musofirda uyda usta ishlaman deganlarga, qurilish qilaman deganlar uchun bu video. Hali kabutarlar qo'yib yuradi bu bola. Sirazi bu tomonga o'tib ketibdi deganlar to'g'ri tushunasizlar. Kanal universal ochilgan. Mana aytib o'tganimdek, mol bozordan ham, qo'y bozordan qo'ysa ham bo'laveradi, shu qurilishlarda. Prosta kimga interes bo'lsa aloqaga chiqaveradi-da. Masalan, musofirda yurganlar bo'ladi, masalan, usta topsam manaqa ishlar qilgizardim deganlar. Tom yoptiraman deganlar ham, patolog qildiraman deganlar ham, istashga umuman burishadigan nima qurilish sohasida ish bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana ish jarayoni ketyapti mana. Betonlarni ham o'zimiz quydik buni. Mana betonlarni ham o'zimiz quyganmiz. Betonlarni ham metrini 100 mingdan quydik. Bir mashina shag'al oldi. Semenni qopini 26 mingdan olib kelyapti. 50 kiloligini. Endi aqlarni ham aytib o'tib ketaman-da. Shag'al bir mashina shag'alni 800 mingga to'ktirib qo'ygan ekan. Metriga chiqaraveramiz pulini. Betonnikini. Bloy keladigan bo'lsak, bloyni olib berishi 3000 so'mdan olib berdi. Dastlabkasi ichida. Biz ham 3000 so'mdan urdik. O'ziga qarab hamma yo'q. G'ish keladigan bo'lsa g'ishga, g'ishning narxi 1200 so'mdan dastlabkasigacha to'kib berdi g'ishni olib kelib. Bu xona hozir 3 xona bo'lyapti u. Parilka xonasi, yuvinadan xonasi. Bu shu shulkasi zazivalka. Ikki mashina qo'ygan, bet qo'l yuvgan, rakina qo'yadi. G'ishni 1200 so'mdan olib berdi dastlabkasi bilan 700 so'mdan donasini uryapmiz mana. Nimaga 700 so'mdan uryapti degan savol kelib chiqadigan bo'lsa, chunki bu yarim oshirilyapti. Ob'yem oz bo'ladi. Endi hozir bitta o'zgarish bo'ldi. Hozir bu tomoni polni pishgan g'ish bo'ladi. Bu tomoni endi xomush urib ekan. Uyda yasashnadi. Aka, oshxonasi o'tib kelamiz, bu yoqqa suv tegmaydi yoki xomush urib beraylar dedi. Ya'ni xomush urib beramiz ham bu yog'ini. Xudo xolasa
Kaptar bozori bo'lmay qolganda, chiqmay qolganimizda yoki kaptarlar sotuvgami, tomoshabgami video yo'q bo'lsa video shu qurilish sohasidan obzor qilib turamiz. Lekin xudo xolasa kaptarlar ham hamisha qo'yilib ketadi, xudo xolasa. Vaqtiga qarab qo'ldan kelgancha. Kimga video qiziq bo'lsa, yoqsa, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 90lik 545 32 37 87. Telegram bor. WhatsApp bor nomerimiz 88lik 835 85 92. Xudo hamisha ishlaydi. Aloqaga chiqaverasizlar. Tan joylar sog' bo'lsin. Charchamanglar. Yana bu tomondan ham ko'rsatib qo'yaman. Yana sizlarga oldi ko'rinishini ham. Mana shu shaklda ketyapti ishlar, xudo xolasa. Tan joylar sog' bo'lsin. Ishlarga omad. Charchamanglar.